Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, obunachilarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana navbatdagi darvozamiz o'z manziliga olib kelib, o'rnatib, ustunovka qilib, ponni jarayonlarini yakunlab oldik. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan, shu bugun mana Andijon viloyati, Andijon shahari Yangi bozor shaharchasiga olib kelib, o'rnatib, ustunovka qilib berdik. Bu darvozamizni qisqacha obzorlarni qilib bersak, darvozaning razmerlariga kelsak, razmerlari kvadrat razmer. Bo'yi 3,5 metr, eniga 3,5 metr bo'lgan razmerda. Nihoyatda chiroyli, shinamgina 3 qavatli variantda darvoza bo'ldi. Zakazga binoan yasalgan, ponni o'sha ideal full variantda chiqarib, o'rnatib, ustunovka qilib berdik. Darvozaga ishlatilgan materiallar, mahsulotlarga bir qator to'xtalib o'tsak, Kurigovoy 12 ga 6 shiveller, bezuloq, ponni begavatniki umuman haligi biror joyda bir uloq hech narsa ishlamagan, chunki zakazga binoan qilib berilgan. 12 ga 6 shiveller o'ta qalin shivellerdan foydalanilgan. Zavzorlarni yopish maqsadida 1,5 ga 1,5 ponni Kurigovoy aylantirib chiqilgan. Tepa tomoniga e'tibor berasizlar, 40 cm 1,8 disdan lazerda ponni o'ydirib turib 5 yulduz qilib turib, chunki buni tepasida kazirokni ham o'zimiz komplet qo'ydik. Hozir kazirokka ham to'xtalib o'tamiz. 40 cm tepa tomonda o'sha havo kirib turish uchun lazerdan qilib berilgan, tahya qilib turib. Darvozaga ishlatilgan qanotlariga keladigan materiallarga nima sababdan 3 qavat deyapsiz Nodirbek deganlarga, buni oldidagi shirshavalisi 2 ga 2, 1,5 ga 1,5, 1 ga 2 profillar hammasi oldidagi detallari o'z bir qavatga kiradi. Uni orqasidan 1,8 stiklota solib turib, shumka qilib turib, uni orqasidan yana 3-qavatiga 1,5 ponni disk qoplab berilgan. Darvoza nihoyatda og'ir, hali mustahkam chiqqan. Darvozani kofka gullariga e'tibor berasizlar. Ponni kofka gullari ham ponni mana qalin variantda bo'lgan. Bu yerga ishlatilgan detallar hammasi haligindoqa tarash detallar ishlanmagan, ponni qalin detal ishlatilgan. Ranglariga kelsak, ranglari mokr asfalt bir xilda однотонный sepilgan. Orqasi ham oldi qanday sepilgan bo'lsa, orqasi ham shunday. Hozir orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvozamizga oldi orqasiga bir xilda germetik sepilgan. Bu germetik nimaga sepiladi? Birinchi o'rinda kraskani ushlash xizmati, hammasi masalan 5 yilda kraskaga misol xizmat qilsa, germetik bo'lmasa, germetik sepsangiz 6 yil, 7 yil xotirjam xizmat qilaveradi. Bu germetik ham o'ziga yarashga nihoyatda chiroy berib turadi. Darvozaga hali shinamgina nihoyatda haligi sifat kirgizib turadi. Darvozani 2 ga 2, 1,5 ga 1,5 karona qilib turib, ponni mana hozir yomg'ir yoqqan. Ponni mana 1,5 ga 1,5 2 profildan karona qilib chiqarilgan. Past tomoniga e'tibor berasizlar, past tomoniga ponni listdan qirqib turib, burchak qilib turib chiqarib qo'yib berilgan. Bega zakazga binoan qilib berilgan. 2 profillar hammasi qalin detalda ishlangan. Zamohlarga alohida e'tibor berasizlar. Operator yaqinroq keling. Bunaqa zamohni xudo xolasa kamdan kam odam qo'yadi. Hammani bilib olgan misol Zubir, boshqa zamohlar qo'yishadi. Bizniki lekin hammasi eshikka monon zamohni qo'yib berilgan mana. Ochib yopilishadi, nihoyatda yengil. Qo'yib qo'ysangiz bo'ldi, o'zini xotirg'ani. Mana. Bismillah. 2 marta xotirga buriladi, 2 marta xotirga buriladi. Orqasi deganlarga orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana orqa tomonlari ham full variantda 1,5 listdan qoplab berilgan mana. Tek hech qanaqa shum bo'lmaydi mana. Dovushni qarang. Umuman haligi nima desa bo'ladi, ko'chadagi shovqindan baqa kiravermaydi. Planka asosida har bitta qanotimizga 3 tadan shanir qo'yib berilgan. Ponni planka asosida kuyib chiqilgan. Shanirlarga e'tibor berasizlar. Bu tomoniga ham 3 ta, bu tomoniga ham 3 tadan qo'yib berilgan. Sentr zamok, hammaga qo'yib kelayotgan sentr zamogimiz. Mana ochilib yopilishlari. Darvozamiz uruvenga o'lgan, ochilib ketish yo yopilib ketishi bo'lmagan. Chunki qo'ygan joyingizda qotsa, ash darvoza o'zi uruvenga o'lgan bo'ladi mana. Agar uruvenga o'lmagan darvoza yopilib ketadi, ochilib ketadi. Chiqaring aka mana qanotlarimizni ochilishlari. Bismillahirrohmanirrohim. Egalariga buyurib nasib qilsin. Hamma xonadonlarga shunday darvozalar nasib qilsin. Hammadan zamonga ochilib yopilishiga ishqiboz bo'ldim o'zim. Mana. Xudo xolasa endi obunachilarimiz mana kazalogiga to'xtalib o'taylik. Kazalogidan ham xudo xolasa komplet hozir olib kelib o'rnatdik. Kazalogimiz razmerlari 385 eniga bo'lgan, 2 metr oldiga chiqqan. Tepa tomoni Lexanda fonni qoplab berilgan. Lazer guliga e'tibor berasizlar. O'sha 1,8 hozir aytib o'tganimdek tahyaga bir xilda qilib turib 5 yulduz qilib turib 1,8 disdan lazerda o'ydirib berilgan. Tepa tomon Lexan. Xudo xolasa kazalo desalar, kazaloni ham komplet qilib olib borib, o'rnatib, ustunovka qilib beramiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, qolgan davlatlarga hamma joyga dastlabkamiz bor, olib borib, o'rnatib beramiz.
Endi shu xonadonimiz egalarini bir og'iz hop rizochiliklarni olib, o'zlarini fikrlarini bildirib beradilar, xudo xolasa. Aka keling endi. Assalomu alaykum. Salomat, charchamasdan. Mazangiz yaxshimi? Qimillab turibsizmi? Ishlaringiz bo'layaptimi? Aka, buyurib nasib qilsin darvozalar. Yaxshiliklarga ochib yoping. Endi mana shu mikrofonni sizga taqib qo'yaman aka. Bir tomoshabinlarimizga bir o'zingizni fikringizni bildirib yorsangiz aka. Qay holatda keldi, qanaqa zakaz qilardingiz? Misol sizni qilgan gapirgan gapingiz biz uchun ishonch bo'ladi-da. Hamma Xudo xolasa mana eshiklari Xudo xolasa zo'r shumkalikka berdi mana zo'r qilib Xudo xolasa. Telefon qiluvdik, zakazlarni beruvdik, aytgan vaqtiga kelib zo'r qilib o'rnatib berdi. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Eshiklarimiz yaxshi mana. Sizlar ham zakaz beringlar. Eshik zo'r ekan, qalingina shumkali mana. Xudo xolasa yaxshi eshik. Aka, biror joyda bir defekti, bir yoqqan joyi bo'ldimi, bo'lmadi? Hamma yo'q, chotki, Xudo xolasa yaxshi. Ko'nglingiz to'ldimi eng muhimi? Ko'nglingiz to'ldi. Aka, bergan pulingizga rizo bo'ling. Yaxshiliklarga ochib yoping. To'ylarda qilib, Xudo xolasa hojlarga boring. Doim yaxshiliklarga xizmat qilsin. Endi shu obunachilarimizga aka bitta duo qilasiz, biz uzoq yo'lga chiqamiz aka. Duosiz ketmaymiz. Amin, tinchlik amalli. Allohim doim yo'llaringizni ochiq qilsin, ishlaringizni oldiga bosorsin Alloh. Allohu akbar aka. Yana bir bor buyurib nasib qilsin. Obunachilarimiz mana ko'rdilaring. Lokatsiyamiz yana bir bor aytib o'taman. Andijon viloyati, Andijon shahari. Hop, manzilimiz hop, Yangi bozor shahar, ha? Jahon bozor. Ha, Jahon bozor. Jahon bozor. Manzil lokatsiya, xudo xolasa mana shu yaqin atrofda agar aloqaga chiqsa, ha, Hindiston mahallasi, yaqin atrofga agar aloqaga chiqsa, lokatsiyalarni bemalol tashlab beramiz. Kelib bemalol ishlarimizni ko'rib ketishlari mumkin. Agar ma'qul kelsa, zakaz berishaveradi. Agar darvozamiz yoqqan bo'lsa, ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bir donadan like, obuna tugmasini bosib qo'ysalar, bundan ham chiroyli darvozalar xudo xolasa ko'rib borasizlar. Yoqqan bo'lsa, biz bemalol xizmatlaringni qilib beramiz. Dastur nomer qoldiramiz, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Boshqa kelyapti, ehtiyot bo'lib turing operator. Hamma yo'q yomg'ir, sekinroq aka. Sekinroq. Opa, mayli.